yerga qarab turib shu darajada xizmatimni qilib bergan, har safar ko'chaga chiqqanimda sen uchun butun vujudim bilan ishlab kelgan. Mana o'sha fitrat. Mani hislatimni ko'rmoqchi bo'lsa. Agar ro'paramda fitrati esdan chiqib qolgan erkakka o'xshab tortishadigan ayol bo'lsa, o'zim bilaman nima qilish kerakligini. Shunchaki ikki og'iz so'z bilan baxtli bo'l, ishlaringga rivoj deb turib dalishga davom etaman. Men erkakman. Menda bunga immunitet shakllanib bo'lgan. Ya'ni nimaga? Yo'qotishga. Yo'qotish hech qachon erkakka og'ir kelmaydi. Esimizni tanibmizki yo'qotamiz. Oddiy narsa. Bizni sovuqqonlikka yo'yadi-yu. Shunchaki yo'qotib o'rganib qolganmiz xolos. Yo'qotish ayolga og'ir keladi. Ulardan ko'p narsa so'ralmaydi. Shunchaki fitratingni ushlab ber, men erkaklik hislatimni qo'yib beraman. Ko'chada charchab kelganimda menga nimaga charchadingiz deb so'rama. Shunchaki vassanavleniya bersa yetadi. Yo bir trendga chiqib ketgandagi temalarda gapirdi-yu, erkak ayol uzr so'ramaydi, boshqa so'ramaydi. Prichom bu yerda uzr. Mana videoyimni ko'rgan bo'lsanglar, ertalab salom bersa yetadi. Hech kim bir-biridan uzr so'rashga obязан